Xitay Məmləkətlik Xalq Qurultı Daimi Komiteti 2017-ci Türkiyə bilan imzalanğan cinayətçilərni ötküzüp beriş kelişimini qəbul qıldı. Bu qarar Türkiyədəki Uyğur diasporasida əndişə payda qıldı. Xəbərlərdə aytilishicha, 2017-ci Xitay bilan Türkiyə arasida imzalanğan ötküzüp beriş kelişimi tönögün Xitay Xalq Qurultayında ma'qullanğan. Bu kelişim hozircha Türkiyə parlamentida ma'qullanmagan. Ötküzüp beriş toğrısıdaki iki taraflı kelişim Prezident Erdoğan'ın 2017-ci maydaki Xitay ziyareti jarayonida Xitay bilan Türkiyə Cumhuriyeti o'rtasidagi jinoyatchilarni qaytarish shartnomasi nomida Türkiyə Adliya ministri Bekir Bozdağ ve Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi arasida imzolangan. İgilinishicha, iki taraflı kelishimning teksti nurg'un rad qilish modellarini o'z ichiga olgan bo'lib, agar bir kishi chegaradan qo'g'lab chiqarish iltimosi avatgan davlatda siyosiy jinoyat sodir qilgan deb qaralsa, lekin bu kishi talab qilingan davlatning fuqarosi bo'lsa yoki panohlanish huquqidan manfaatlanayotgan bo'lsa, bu davlat chegaradan qo'g'lab chiqarish talabini rad qila oladi. Türkiye'de yaşayotgan milliy tibobat mutaxassisi, iste'dodli tarjimon doktor Ne'matullo Rashidi 27 dekabr atdigan soat 3dan 25 minut o'tganda vafot bo'ldi. Kasb bilan ilmiy tadqiqot va o'qituvchilikni ta'minlab berayotgan Ne'matullo apandi 1947-yili Otishda tug'ilgan bo'lib, 1969-yili Sharqiy Turkistonda tibb fakultetini bitirgan. Keyin Turkiyada panohlik tilagan va 1989-yili 11-oyning 7-kuni Turkiya Cumhuriyeti Sayya ministrligi doktorlar tarafidan alohida zosudatilla o'miki tarafidan e'tirof qilingan. Shunda qilib marhum 1989-yili Turkiya Sayya ministrligi tarafidan rasmiy doktor bo'lib qabul qilingan. Ne'matullo apandi Turkiyaga quruq yangna va magnetlik davolash tajribalarini tunji bo'lib tanitgan bir shaxs edi. Xitay poytaxti Beyjingda Xitay virusi bilan yuqumlanuvchilarning sonining tuyuqsiz ko'payishi sababidan jiddiy ahvol e'lon qilingandan keyin bir qism rayonlarga kirish chiqish taqaldi. Xitay doiralari Beyjingda Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilar sonining ko'payishi sababidan poytaxtdagi barliq rayonlarda jiddiy ahvol e'lon qilganligini va virus ko'rilgan o'ltiroq rayon va yezlarga kirish chiqishning taqalganligini e'lon qilgan. Egilenishicha, Beyjing poytaxti xalqaro aerodromiga yaqin bo'lgan Shunyi rayonida arqa-arqadan yuqumlanuvchi bayqalganlik uchun poytaxtda jiddiy ahvol davomlashmoqda ekan. Turkiya Sayya ministri Faxrettin Koca, Beyjingdagi jiddiy ahvol sababli Xitoy vaksinasining Xitoydan Turkiyaga kelishining 1-2 kun kechiktirilganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump ilgari qarshi turgan Xitoy virusi yordam loyihasiga imzo qo'ydi. Bu imzo bilan millionlagan amerikalik ishsizlik ta'minotidan bahramand bo'la oladi. 900 milliard dollarlik yordam mablag'i qattiq suhbat va o'zaro murossasadan keyin parlament tarafidan tasdiqlangan. Trump ilgari bir qitimdala texnik ko'p pul to'lashni xohlaydiganligini aytib, loyihani rad qilgan. Bu qonun loyihasida yillik kirimi 75 ming dollarga yetmaydigan amerikaliklarga bir qitimda 600 dollar to'laydiganligini o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy virusi iqtisodiy yordam yurishligi 2 trillion 300 milliard dollarlik loyihaning bir qismi bo'lib, bu federatsiya hukumatining 1 trillion 400 milliard dollarlik chiqimini o'z ichiga oladi. Saudiya Arabistonda 4 yangi neft va tabiiy gaz zapsi bayqalganligi e'lon qilindi. Energiya ministri Abdulaziz bin Salman Saudiya Arabistonning rasmiy xabar agentligi SPI'ga davlatlik neft şirkati Saudiya Arabiston Aramco'ning davlatning o'xshamagan joylarda 4 neft va an'anaviy bo'lmagan tabiiy gaz zapsi bayqalganligini aytdi. Bin Salman Aramco'ning bayqalgan neftligining umumiy neft va tabiiy gaz zapsini aniqlash xizmatini davomlashtirganligini bildirdi.